Barchaga assalomu alaykum. 9-sinf matematika yakuniy imtihon savollarini ko'rishni davom qildiramiz. Demak, bizda 9-savollar. Amaliy masalalar, yechishlar algebrik. Demak, birinchisi. Parkovkada jami 25 ta avtomobil, yengil va yuk avtomobillar bor. Demak, yengil avtomobillarni X harf bilan belgilasak va yuk avtomobillarni Y harf bilan belgilasak, ikkitasini qo'shgan paytda 25 hosil bo'lishi kerak. Yengil avtomobil bakining sig'imi 50 litr. Demak, yengil avtomobilning bakining sig'imi 50 litr har bittasi. Yuk avtomobilniki esa 120 litrga teng ekan. Endi bizda barchasini to'ldirish uchun, barchasini yoqilg'i bilan to'ldirish uchun 2090 litr yoqilg'i sarflangan umumiy hisobda. Demak, nechta yengil va nechta yuk avtomobil borligini topishimiz kerak. Bu yerda 50 ta yengil avtomobillar bo'lsa, 50x bu barcha yengil avtomobillarga ketgan yoqilg'i. 120 y bo'lsa, barcha yuk avtomobillariga ketgan yoqilg'i va ikkitasini qo'shadigan bo'lsak, bizda 2090 hosil bo'lishi kerak. Bittasi esa x qo'shilgan y ning qiymati bu yerda 25 ga teng bo'lishi kerak. Shu ikkitasini sistema ko'rinishida bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana buni 10 ga bo'lib, mana buni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 5x qo'shilgan 12y teng ekan 209 ga, 5x qo'shilgan 5y teng 125 ga. Ikkitasini ayiradigan bo'lsak, 12y dan 5y ayirsa 7y teng bo'ladi. Demak, 4 8 84 va y ning qiymati bu yerda 12 hosil bo'ladi. Demak, yuk avtomobillari 12 ta. Demak, bu yerda umumiy hisobda 25 bo'ladigan bo'lsa, 25 dan 12 ni ayiramiz, 13 ta yengil avtomobillarniki bo'ladi. Ikkinchi. Birinchi tizim administratori 1 soatda ikkinchi administratorga qaraganda 3 ta kompyuterni ko'proq xizmat ko'rsatadi. Demak, 1 soat ichida bittasi 1 soatda x ta bo'lsa, ikkinchisi 1 soatda x qo'shilgan 3 ta ko'p. Ular birgalikda 5 soatda 55 kompyuterga xizmat ko'rsatdi. Demak, umumiy hisobda 5 soat ishlagan ikkitasi birgalikda va jami 55 ta kompyuterga xizmat ko'rsatgan. Demak, ikkitasi birgalikda bajargani uchun ikkitasi qo'shiladi. X qo'shilgan 3 va bular 5 soat ishlagan uchun 5 ga ko'paytiriladi. Teng 55. Demak, 2 ta x qo'shilgan 3 5 ni tomonga bo'lishga o'tkazsak 11 hosil bo'ladi. 2 ta x teng bo'ladi. 11 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak 8 va x ning qiymati 4 ga teng. Demak, bizda birinchisi 1 soat ichida 4 ta, ikkinchisi esa 3 ta ko'p bo'lgani uchun 7 ta bo'ladi. Keyingi 3-chi. Portda yuk ko'tarish quvvati turlicha bo'lgan 2 ta kran konteynerlarni tushirmoqda. Birinchi kran 1 soatda ikkinchisiga qaraganda 5 ta konteyner ko'proq tushirgan. Demak, birinchisi 1 soatda ikkinchisiga qaraganda, bu ikkinchisi 1 soatda x ta bo'lsa, bundan 5 ta ko'p, x qo'shilgan 5 ta. Ular 6 soat davomida birgalikda ishladi. Demak, birgalikda ishlagan uchun ikkitasi qo'shilishi kerak va 6 soat bo'lgani uchun 6 ga ko'paytirilishi kerak. Jami 270.
Har bir kran 1 soatda necha konteyner tushiradi? 2x qo'shilgan 5 teng bo'ladi 270 ni 6 ga bo'lamiz. 45 2 ta x teng 40, x teng 20. Demak, birinchisi 25 ta bo'ladi, ikkinchisi 20 ta bo'ladi. 1 soatda. To'rtinchi. 2 guruh optik tolali kabel yotqizishmoqda. Birinchi guruh bir kunda ikkinchisiga qaraganda 100 metr kam kabel yotqizadi. Demak, birinchisi va ikkinchisida bu kunlik ekan. Demak, birinchisi ikkinchisiga qaraganda 100 metr kam. Demak, birinchisi bir kunda x ta bo'lsa, ikkinchisi x minus 100 metr. 5 kun davomida birgalikda ishlab 4000 metr kabel yotqizishdi. Ikkitasini qo'shgan payti bizda 1 kunlik hosil bo'ladi, bizga 5 kunlik bo'lgani uchun 5 ga ko'paytiramiz, teng. Demak, 4000. 2x minus 100 teng bo'ladi. Demak, bo'lish qilib o'tkazsak 800. 2 ta x teng bo'ladi 900. X teng bo'ladi 450 ga. Demak, birinchi guruh 450 dan 100 ni ayirsak 350 hosil bo'ladi, ikkinchisi esa 450 ning o'zi. 5-chi. Laboratoriyada 2 qurilma ishladi. Birinchi qurilma 5 soat, ikkinchi qurilma 3 soat. Jami 13 kilovatt soat elektr energiya sarflandi. Boshqa kuni birinchi qurilma 3 soat, ikkinchi qurilma 6 soat ishladi va 12 kilovatt soat energiya sarflandi. Har bir qurilmaning quvvatini toping. Demak, birinchisining quvvati x deb oladigan bo'lsak, 5 soat ishlagani uchun bu 5x bo'ladi. Ikkinchisini y deb oladigan bo'lsak, 3 soat ishlagani uchun 3y deb bo'ladi. Va ikkitasini qo'shgan payti 5x ga 3y qo'shgan payti 13 hosil bo'ladi. Endi ertasi kuni yoki bo'lmasa boshqa kuni 3x qo'shilgan 6y teng 12 hosil bo'ladi. Mana buni ikkinchisini 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 5x qo'shilgan 3y teng 13. 3 ga bo'ladigan bo'lsak. 3 ga bo'ladigan bo'lsak, x qo'shilgan 2y teng 4. Endigi masala buni 5 ga ko'paytiramiz. 5x qo'shilgan 3y teng 13. 5x qo'shilgan 10y teng 20. Pastdan yuqorini ayiradigan bo'lsak, 10y ayirgan 3y 7y. Demak, 20 dan 13 ayirsak 7y teng 1 ekan. Demak, endi ikkinchisini topadigan bo'lsak, 5 qo'shilgan 5x qo'shilgan 3 teng 13, 5x teng 10 va x teng 2. Demak, birsi soatiga 2 kilovatt soat, ikkinchisi esa 1 kilovatt. 6-chi misol. Demak, avtomatlashtirilgan stanokda A va B turdagi detallar ishlab chiqariladi. Bitta A detalini tayyorlash uchun 2 daqiqa. Demak, A detalini o'zini tayyorlash uchun 2 daqiqa, bittasini tayyorlash uchun. Endi B detalini tayyorlash uchun bittasini esa 3 daqiqa vaqt sarflanar ekan. 8 soatlik smenada stanok jami, demak 8 soatda jami 180 ta. Umumiy hisobda 180 ta detal ishlab chiqarilgan. Har bir turda nechta detal tayyorlangan?
A detaldan jami x ta deb oladigan bo'lsak, b detaldan jami y ta deb oladigan bo'lsak, umumiy hisobda 180 ta deyilgani uchun x ga y ni qo'shgan payti 180 hosil bo'lishi kerak. Endi x ta detalni har birini tayyorlash uchun 2 daqiqadan vaqt sarflasa, umumiy hisobda 2 ta x qo'shilgan va y detalni har bittasiga 3 daqiqadan vaqt ajratsa, 3y teng jami 8 soat. Endi bu yerda 8 soatni biz nimaga tushimiz kerak? Minutga tushimiz kerak. 8 ni ko'paytiramiz 60 ga, demak 480 minut bo'ladi. Teng 480 daqiqa bo'ladi. Mana shu tenglamalar sistemasini bajarishimiz kerak. X qo'shilgan y teng 180. Buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, x qo'shilgan 1.5 y teng bo'ladi 240. Ikkitasini ayirsak, pastdan yuqorini 1.5 y dan y ni ayiradigan bo'lsak, 0.5 y teng bo'ladi 240 dan 80 ni ayiradigan bo'lsak, demak 60 qoladi. Y topishimiz uchun 60 ni bo'lishimiz kerak 0.5 ga. Bu esa 120 ga teng bo'ladi. Demak, b detaldan 120 ta, qolgan 60 tasi a detaldan bo'ladi. Keyingi 7-si. Zavodda 2 ta yig'ish liniyasi bir xil mahsulotni ishlab chiqaradi. Ikkinchi liniya 1 soatda birinchisiga qaraganda 3 ta mahsulot ko'proq yig'adi. Demak, 1 soatda berilgan bizga ikkinchi liniya 1 soat birinchisiga qaraganda, demak birinchisi x ta deb oladigan bo'lsak, 1 soatda, ikkinchisi esa x qo'shilgan 3 ta mahsulot yig'adi. 5 soatlik birgalikda ish davomida 155 ta mahsulot yig'ilgan. Umumiy hisobda bular 5 soat ishlaganlar. Endi ikkitasi birga ishlagani uchun x qo'shilgan 3 bu 1 soatlik. Endi 5 soatligini topishimiz uchun buni yana 5 ga ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Umumiy hisobda 155 ta. Har bir liniyada 1 soatda nechta mahsulot yig'adi? Demak, x topishimiz kerak. 5 ni bu tomonga bo'lish qilib o'tkazsak, 2x qo'shilgan 3 teng bo'ladi 31. 3 ni bu tomonga ayirishga o'tkazsak, 2 ta x teng bo'ladi 31 da 3 ayirsak 28. X teng bo'ladi, demak 14. Birinchisi 14 ekan, ikkinchisi 14 ga shuni qo'shamiz 17 bo'ladi. Keyingi 8-chi. Demak, 8-chi misolda taksi parkda jami 30 ta avtomobil bor. Yengil avtomobillar va mikroavtobuslar. Yengil avtomobillar zaryadlash uchun 50 kWh, mikroavtobuslarni zaryadlash uchun 120 kWh energiya talab qiladi. Butun parkdagi barcha elektromobillarni zaryadlash uchun 1920 kWh energiya sarfladi. Nechta yengil avtomobil va nechta mikroavtobus borligini aniqlashimiz kerak. Bu yerda aytilgan jami 30 ta avtomobil bor. Demak, bizda yengil avtomobil x ta desak va mikro avtobus y ta deb oladigan bo'lsak, jami, ya'ni x ga y ni qo'shgan payti 30 hosil bo'ladi. Bu tenglamamiz mavjud. Endi yengil avtomobillar uchun 50 kWh ekan, demak 50 x qo'shilgan mikroavtobuslar uchun 120 ekan, 120 y teng jami 1920 kWh. Bu yerda x qo'shilgan y teng ekan 30 ga. Keyingi qiladigan ishimiz, mana buni 10 ga bo'lamiz, mana buni 5 ga ko'paytiramiz. Bizda 5x qo'shilgan 12y teng +92,
5x qo'shilgan 5y teng 150 hosil bo'ladi. Ikkitasini ayiradigan bo'lsak 7 y teng bo'ladi. Bu yerda 42. Demak y teng 7 ga. 6 ga, y teng 6. Jami bizda 30 deyilgani uchun x qo'shilgan 6 teng 30, qolgan 24 tasi yengil avtomobillar hisoblanadi. Keyingi 9-chi. Ikki guruh avtomobil yo'lni ta'mirlashmoqda. Birinchi guruh bir kunda ikkinchisiga qaraganda 50 metr kam yo'lni ta'mirlashadi. Demak, birinchi guruh ikkinchisiga qaraganda ikkinchisi x deb oladigan bo'lsak, bu 50 metr kam. 4 kunlik birgalikda ishlaydi. Demak, birgalikda bo'lgani uchun x qo'shilgan x ayrilgan 50 hosil bo'ladi. Endi bular jami 4 kun ishlagani uchun yana 4 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Va jami 1800 metr yo'lni ta'mirlashadi. Har bir guruhning bir kunlik ish unumdorligini toping. Demak, bu yerda 4 ni bu tomonga bo'lish qilib o'tkazsak, 2x ayrilgan 50 teng bo'ladi. 450, 2x teng bo'ladi. 500, x ning o'zi esa 250. Birinchisi, ikkinchisi 250 ekan, ikkinchisi demak 200 bo'ladi. Davom qildiramiz. Keyingi 10-masala. Demak, birinchi apparat 5 soatda, ikkinchisi esa 3 soatda. Demak, birinchisi 5 soat va ikkinchisi 3 soat. Ishlaganda jami 270 litr ekan. Umumiy hisobda 270 litr bo'yoq sarflandi. Boshqa kuni birinchi apparat 3 soat, ikkinchi apparat 6 soat ishlaganda 330 litr bo'yoq sarflandi. Demak, har bir apparatning 1 soatda. Demak, buni soatiga x litr desak, buni esa soatiga y litr desak. 5x qo'shilgan 3y bizda 270 bo'lishi kerak. Va keyingi holat bo'yicha birinchisi 3 soat, ikkinchisi esa 6 soat ishlasa, demak 330 degan ikkita tenglama tuzamiz. Endi buni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak 10x qo'shilgan 6y teng 540. 3x qo'shilgan 6y teng 330. Ikkitasini ayirsak 7x teng bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 210. Demak, x teng 30 bo'ladi. Birinchisi soatiga 30 litr ekan. Ikkinchisini topish uchun istalgan bir tenglamaga qo'yishimiz kerak. Demak, birinchisiga qo'yadigan bo'lsak 5 ko'paytirilgan 30 qo'shilgan 3y teng 270. 270. Endi 150 qo'shilgan 3y teng 270. 3y teng 150 ni minusga o'tkazsak 120 va y teng 42-si soatiga 40 litr ekan. Keyingi 11-masala. Birinchi stanok 4 soat, ikkinchi stanok 6 soat. Jami 32 ta detal. Birinchisi 4 soat, ikkinchisi esa 6 soat. Soatiga x da, soatiga y da. 4x qo'shilgan 6y jami 32 ta detal tayyorlangan. Keyingi holat bo'yicha esa 6 ta x qo'shilgan 2 ta y teng 34 ta detal tayyorlangan. Har birini topishimiz kerak. Mayli. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak
4x qo'shilgan 6y teng 32. 18x qo'shilgan 6y teng demak 102. Ayiradigan bo'lsak 18x dan 4x ayirsak 14x teng 102 dan 32 ni ayiradigan bo'lsak 70. Demak x ning qiymatini topsak bu yerda 5 hosil bo'ladi. Demak birinchisi soatiga 5 ekan. 5 ta detal tayyorlaydigan. Qo'yamiz. Demak mana bunga qo'ysak, mana bu yerga qo'ysak x o'rniga 5 qo'ysak 20 qo'shilgan 6y teng 32, 6y teng 12 demak y ning qiymati bu yerda 2 hosil bo'ladi. Ikkinchisi soatiga 2 ta detal tayyorlaydi ekan. Davom ettiramiz. Keyingi 12-misol. Demak bu yerda ikki xil zarratovchi qurilma ishlatilgan. Birinchi qurilma 2 soat, ikkinchi qurilma 5 soat ishlagan demak. Birinchi qurilma, ikkinchi qurilma. Birinchisi 2 soat ishlagan bo'lsa, soatiga x kilovat soat. Ikkinchisi esa 5 soat ishlagan bo'lsa, soatiga y kilovat soat bo'lsa, 5 2 ta x qo'shilgan 5 ta y teng jami 23. Ikkinchi holat bo'yicha 4x qo'shilgan 3y teng 25 hosil bo'ladi. Endi yuqorigisini 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 4x qo'shilgan 10y teng bo'ladi 46 ga. 4x qo'shilgan 3y teng bo'ladi 25 ga. Ayiradigan bo'lsak 7 ta y teng bo'ladi 21 va y ning qiymati 3 ga teng. Demak bu soatiga 3 kilovat soat bo'ladi. Demak endi ikkinchisi x topadigan bo'lsak, o'zi bu yerda ikkinchisi 3 kilovat soat. Endi x topishimiz kerak. Endi mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak 2x qo'shilgan 5y 5 uchun 15 teng 23. 2 ta x teng bo'ladi. Ayirsak 8 x teng bo'ladi demak 4 ikkinchisi 4 kilovat soat. Davom qilamiz. Keyingi 13. Ikki server ma'lumotlarni qayta ishlamoqda. Birinchisi server 7 soat, ikkinchisi 4 soat, jami 125 GB. To'g'ridan to'g'ri 7 ta x qo'shilgan 4 ta y teng 125. Boshqasi esa 5x qo'shilgan 8y teng 115 GB deyilgan. Har birini alohida topishimiz kerak. Demak, yuqorini 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 14x qo'shilgan 8y teng 250. 5x qo'shilgan 8y teng 115. Ayiramiz. Ayirsak demak 9 ta x teng bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 135. Demak x teng bo'ladi 15. Demak birinchisi soatiga 15 GB. Ikkinchisini topishimiz uchun xohlagan birsiga olib borib qo'yamiz. Demak ikkinchisiga mayli birinchisiga qo'ysak. Birinchisiga qo'ygan payti bizda 7 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 15 qo'shilgan 4y teng 125. Demak ko'paytirsak 105, 4y teng 105 ayiradigan bo'lsak 20 va y ning qiymati bu yerda 5 hosil bo'ladi.